Assalomu alaykum, taksi chaqiruvdingizmi? Ha? Ketdik. 5 minut bo'ldi kutganimga. Aka, yo'lda probka bo'lyapti. 5 minut ertaroq Endi yetib. menga magazindan aroq olib kelib berasiz. Kuryer deb yozmabsiz-da, biz odam tashiymiz. Unaqa narsalar tem bo'lsa, siz aytgan narsalar tashiymaymiz aka. Men sizni 5 minutdan beri kutyapman-ku. Shu adresingizga 5 minut ertaroq yetkazaman deb. Nimani Oynakni chiqarma. Oynak tushsin. zakaz atmay qilib qo'ying aka, Yo'q, bo'ldi. Mashqa to'lib qoldi mashinaga. Menga siz aroq olib kelib berasiz. Tushunmadim aka, siz kuryerga tayinlaysiz bunaqa narsalarni. Biz Tushunmadim. odam tashiymiz. Tem bo'lay, unaqa yaxshi emas narsalar tashiymaymiz aka. Nima qilish kerak? Nimaga tushunmaysiz? Mashinadan tush. Mashadan mashinani bir qarich jild olmaysan. Mahallada o'zi prostoy odam bormi? Men bor zakoniman. Yo'q-e. Ha. Qiyinmisiz shunaqa? Ha. Qo'ying aka, yaxshi gapiravering. Menga sen hozir piyoda Tilda suyagi borib yo'q. aroq olib kelib berasan. Katta gapirmang aka, keyin afsuslanib qolasiz. Men katta gapiraman. Men seni 5 minut kutdimmi? Qo'ying aka, unaqa hazil-huzul gaplaringizni yig'ishtiring aka. Men seni 5 minut kutdimmi? Aytyapman-ku, siz aytgan adresga 5 minut vaqtliroq yetkazaman Endi deyapman. men prichom